Shu kunlarda yurtimizda o'zbek adabiyoti va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan atoqli shoir, taniqli jamoat arbobi, O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi muallifi, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligi keng nishonlanmoqda. Samarqanddagi madaniyat va ma'rifat dargohlarida ham buyuk shoir ijodiga bag'ishlangan adabiy, badiiy, ijodiy kechalar o'tkazilyapti. Shoir ijodida Samarqand shahri va adabiy muhiti muhim o'rin tutganligini ijodlarida ham sezish mumkin. Samarqand davlat universitetida uyushtirilgan tadbir ham Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlandi. Universitetning professor, o'qituvchi va talabalari, shoirning eng yaqin insonlari, yozuvchi va ijodkorlar qatnashgan tadbirda so'zga chiqqanlar Abdulla Oripovning betakror ijodiy merosi, uning vatanga muhabbat, vafo va sadoqat tuyg'usini, oliyjanob insoniy fazilatlarini madh etgan yutuq badiiy asarlari xalqimiz ma'naviyatini yuksaltirish va yosh avlod tarbiyasida muhim ahamiyat kasb etayotganligiga to'xtalib o'tishdi. Badiiy kechada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shuhrat medali sohibi, samarqandlik taniqli shoira Xosiyat Bobomurodova ustozi Abdulla Oripov bilan bog'liq xotiralarni so'zlab berdi. Abdulla aka haqida gapirmay, qanday shoir ekanligini bu tinglovchilarga aytmay bo'lmaydi-da. Abdulla akani bittagina o'zi madhiyasi bilan u O'zbekiston tarixida qolardi. Lekin Abdulla akani yodlamaydigan, bir chetga surib qo'yadigan she'rini o'zi yo'q. Har bir she'rini ildizida, ichida, mag'zida o'sha qahramonning jasorati, faylasufligi yotadi-da. Bironta she'ri yo'qki, mana uni o'qimay o'tsa bo'lar ekan deb. Mana aytadi, bolam degan bitta o'gitida aytayapti-da, kalavani topding o'zini, lekin uning uchun topmading deydi. Yoki bo'lmasa chol va kampirda cholni adashib o'zini uyiga kelib yo'l qayda deb so'rab turganini qor bo'ronida, yoki maxluq bir uchib tushib yerga, nihoyatda bir yerda ko'rilmagan bir maxluq tushganda olimlar keladi, juda ko'p bilgichilar keladi, hamma uni gapga tutmoqchi bo'lsa, u indamay yotaveradi. Bir momo kelib boshini silab, voy bo'tam, nimaga bunday ovora bo'lib yuribsan desa, o'shanga qarab ko'zini ochadi. Bu aytmoqchilarki, mehr hamma narsani uyg'otadi. Mehr odamni odamga yaqinlashtiradi. U kishini birinchi muhabbatim she'rini yodlamagan kim bor? Sen bahorni sog'inmadingmi she'rini yodlamagan kim bor? Munojat degan she'rini yodlamagan kim bor? Ayolga degan she'rini yodlamagan kim bor? Hamma she'rlarning ichida qahramonlik yotibdi. Bugun yana Abdulla Oripovning epkinlari, shabadalari bizni Samarqandimizda yelayotganidan xursandmiz. Abdulla aka Samarqandga juda ham ko'p kelardilar. Tug'ilgan joylari Qashqadaryo bo'lsa-da, Toshkentga o'tishda ham Samarqandga unnab o'tardilar, nigoh solib, yoki o'zlarining yurtiga o'tsali ham nihoyatda uchrashuvlarda ko'p bo'lardilar. Men Samarqand viloyati yozuvchilar uyushmasini boshqarganimda odamlar so'radi, o'zlarini taklif qildik. U kishi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini raisiga bo'lishiga qaramay, vaqt topib 5 kun davomida Samarqandda har kuni uchrashuvlar qildi. Biz samarqandliklar har kuni u kishini yonlarida bo'ldik. Xalq bilan muloqoti, odamlar u kishini olqishlashi, yaxshi ko'rishi, har bir odamni dilini, torini mohirlik bilan bir usta sozandadek chertishi, odamlar ochilib ketishi, u kishiga sovg'a qilingan gullar, quchog'iga sig'magan gullar, yoshlar, keksalar, hammasi Abdulla akani quchoq ochib kutib, 5 kun Samarqandda Abdullashunoslik bayrami bo'lgan edi. Men shularga guvoh bo'lganman va barcha viloyatlarda. Nasib bo'lsa 800 yilligi nomi abadul abadga ketadigan shoirimiz bilan o'zbekona tuyg'ularni, o'zbekona kechirmalarni butun yer yuziga haqli ravishda namoyish qila oladigan shoir bilan faxrlanamiz. Yoshlarni ona vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalashdagi xizmatlari, istiqlolni madh etuvchi otashin she'rlari va o'zbek adabiyotiga qo'shgan ulkan hissasi uchun Abdulla Oripovga respublikamizda birinchilardan bo'lib O'zbekiston qahramoni unvoni berilgan edi. Abdulla Oripov ijodi davomida she'riy asarlar yozish bilan bir qatorda dunyo adiblarining eng sara asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilish bo'yicha ham katta tajribaga ega. Shoirning singlisi Bibi Sora Oripova kasbi shifokor bo'lsa-da,
Badiiy adabiyot, ayniqsa she'riyatga juda qiziqadi. U kishi badiiy kechada akasi bilan bog'liq shirin xotiralarni yodga oldi. Mening mana jonday akaginamning bugun 80 yilligi xotirat yubileylari butun O'zbekiston bo'ylab borayotgan ekan. Men bundan birinchi navbatda hukumatimizga, shu tashkilotchilarga, olib borayotgan qatnashchilarga hammasiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Biz uchun akam tirikday o'lmaganlar. Chunki u kishi bizning tushimizda ham ko'ramiz, o'ngimizda ham ovozlarini eshitamiz. O'shaning uchun mana bu yerda ko'rdimki, hamma shunchalar u kishiga e'tiqodlari baland ekan. Men bulardan hammadan minnatdorman. Bitta gaplari bor edi akamni, buni aytmasligimda iloji yo'q. Aka, sizni baloncha tanir ekan, balon sizga salom aytdi. U kim edi degan vaqtimda aytardilarki, menga qara hech qachon so'rama kimligini. Faqat bizniki deb bil. Chunki o'zbek xalqi, O'zbekistonda yashaydigan hamma xalq bizniki. Ular meni bizniki desa bo'ldi. Faqat bizniki emas deb qolishidan qo'rqib yashagan dedilar. Mana men bugun bizniki degan so'zni juda katta og'izlardan, katta davralardan eshityapman, matbuotlardan o'qiyapman, televideniydan juda ko'p eshityapman. Men bundan juda ham xursandman. İnsanlarni yaxshi ko'rishni o'rgandim. İnsonni, ayniqsa onani, ayol singillarini va o'zining eng yaqin odamlarga mehr oqibatni o'rgandim. Menimcha hozir ham o'ylab turaman, lekin u kishicha onani yaxshi ko'rgan insonni bilmadim. Ehtimol undan ulug'lar ham bordir. Biz undan ham kuchliroqlari, lekin ammo biz o'shani bolaligimizdan akam bilan birga o'sib, biz o'shani o'rgandik. Menga ko'p bolalar odamlar savol beradi. O'zimning bolalarim ham, siz buncha akalaringizni yaxshi ko'rasiz, siz kimdan o'rgangansiz buni desa, men akalarimning o'zlaridan o'rgandim, qolaversa onamdan o'rgandim deb aytaman. Chunki insondagi mehr oqibat qanchalar kuchli bo'lsa, o'sha joyda jipslik paydo bo'ladi, bir-birini tushunish paydo bo'ladi va qo'yavering muhabbat paydo bo'ladi. Mana shuning uchun akamdan juda katta narsani o'rgandim. Shoir sifatida akam bizga xalqni, vatanni sevishni o'rgatdi. Hamma narsani onang, mana onam bu vatan degani, hech qanday boshqa gaplarni biz uchun ortiqcha keragi yo'q edi. Shu bolaligimizdan ko'z ochib vatanimizni ko'rdik, ota-onamizni ko'rdik. Bu yerda o'rtada farq yo'q. Ular uchun joningizni bersangiz arziydigan tarbiyani berdilar. E'tirof etish lozimki, O'zbekiston xalq shoiri, davlat madhiyasi muallifi, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlab Samarqandda ham turli tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. 80 yillik yubileyiga mana shunday loyiha tashkil etdimki, tasviriy san'at o'qituvchilari va o'quvchilariga maktab yoshi, kollej yoshi va oliy ta'limlarda o'quvchi yoshlar she'rni o'qib, she'rga illyustratsiyalar, ya'ni tasvirlanayotgan rasmni, so'zlarni tasvirga aylantirish, san'atni yanada kitobot san'atiga aylantirish. Xudo xohlasa, bizlar mana bu ijodiy kompozitsiyalarni to'plami bitta kitob tarzida chiqatamiz. Va yozuvchilar uyushmasi hamkorligida bu kitoblar to'plami illyustratsiyalik, ya'ni illyustratsiya taxlangan, rasmlar taxlangan holatda bu jamoatda va o'quvchilar yoshida kitoblarni qiziqishiga va adabiyotga qiziqishiga bitta turtki bo'lishiga sababchi bo'ladi. Xalqimizning sevimli shoiri Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan ijodiy kechalar Samarqanddagi barcha ziyo maskanlarida munosib nishonlanmoqda.